Hoji aka bugun kelgan xonadonimiz to'rt sotuq 800 kvadrat 10 ta xona va 4 ta qavatdan iborat bo'lgan xonadonni ko'rib chiqamiz. Video cho'zilib ketadi, rozi bo'lasizlar vaqtiliga ko'rishingiz mumkin. Shunaqa katta eshikni qaranglar, buni kattaligini. Darvozaxonamizga bemalol 4 ta 5 ta mashina ketadi. Buni biralariga e'tibor berib qo'yasizlar. Video cho'zilib ketadi, rozi bo'linglar chunki uyimiz juda katta. Xonadonimiz kirishimiz bilan chap tomondan asosiy binoga kirib ketirish va yon tomonida tashqari tomonga letniy choy ichib o'tiradigan joy, past qismimizda bitta xona, uni yonida sanuzel ichkarida va tashqari tomon sanuzelimiz, zilonli zonamizda bor. Uy ichiga kirib ko'rib chiqamiz. Asosiy binoga kirishimiz bilan bizdan shunaqa katta xo'l qismi kutib oladi. Chiroyli lustralardan qo'yib qo'yilgan, o'zini televizor va domofonlariga ega bo'ladi. Bu yerdan ayollar sevimli bo'lgan haqiqiy oshxonalari, e'tibor berasizlar. Hofen brendiga tegishli bo'lgan pech, gaz plitalari, bu yerda mana hamma sharoitlar qilib qo'yilgan mebellar, idish-tovoq yuvadiganlarga e'tibor berasizlar. Bu yerda mana tashqari tomon boyga choy ichib o'tiradigan hovliga chiqish binosi. Bu yerdan birinchi qavatimiz uchun sanuzel qismimiz va uni yonginasida bizani zina pastga va tepaga chiqadigan keyingi xonamizni zal qismimizda bo'ladi. Shunaqa katta zal, birinchi qavat uchun zal. Lustralarga bitta like bosib qo'yasiz. Aka, bunaqangi remontli uy har doim o'chiravermaydi. Buni narxiga hali mazza qilasiz narxiga. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomondan ko'rib chiqamiz ota-onalar yotoqxonasi. Boshqa uylarni zali bilan bir xil. Bu yerda mana televizorlar bor, bu yerda mana shunaqangi yaxshi niyat qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Bu garderobning xonasi bo'ladi. Ota-onalar va bu yerdan sanuzel qismimizda. Keyingi xonani ko'ramiz. Hoji aka o'g'lingizni uylantirsangiz mana tayyor spalni o'zini remontlari va ichida o'zini sanuzeli bilan birgalikda bo'ladi. Ikkinchi qavatimiz uchun yana zal hisobida foydalansangiz bo'ladi. Shunaqa katta tashqari qaragan oynalari, chiroyli lustra va televizorlarga ega bo'ladi. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Spalni hisobida foydalanasiz. Chiroyli remontlardan qilingan qizlar yotoqxonasi. Ikkinchi qavatimizda ham shunaqa domofon, ya'ni har bitta etajda va o'zini sanuzeliga ega bo'ladi. Uchinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomondan ko'rib chiqamiz. Nevaralaringiz o'ynash uchun Hoji aka bittagina xona qismi, nevaralaringiz shunaqa joyda o'ynaydigan bo'ladi. Keyingi xonamizda bolalaringizga dars qilib o'tirish uchun bir chiroylikgina xona qilib bersangiz bo'ladi. Tashqari qaragan oynalari va reshotkalarga ega. Uchinchi qavatimizdan o'zini mana shunaqa domofoni va sanuzeliga ega bo'ladi. Akalar, eng oxirgi xonani ko'rishimiz mumkin, ya'ni 10-xonamizda bo'ladi. Bu yerda lustralari bor, tashqariga qaragan oynalari va reshotkalari bor. Ahamiyat beringlar, hamma xonada konditsioner qo'yilgan. Xonadonimiz 4 sotiq 800 kvadrat 10 ta xona, 4 qavat, ya'ni -1 bilan -1imizda katta tseli podval qismi bo'ladi va o'zini katta kladovkasiga ega bo'ladi, ya'ni 7 ga 4 uyimizning yuragi shu xonadonni ichida joylashgan bo'ladi. Katyollari, polni, hamma sistemalari terilgan. Xonamiz topli pol va radiator asosida isitiladi akalar. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Nomdanak mahallasi, ya'ni 5-massiv qo'lini ro'parasida joylashgan bo'ladi. 700 metr oralig'ida metro, yon atroflarimiz maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Xonadonimiz 245 ming so'ralyapti, ya'ni har bir kvadratiga 306 dollardan. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'rasida kelishadigan joyi bo'ladi.